Diqqat qiling, hozirgina paydo bo'lgan dahshatli statistika. Nega 18 yoshli yigitcha diplomsiz uyda o'tirib bank direktoridan ko'proq topyapti? Bugungi sana 2025-yil 1-dekabr va bu yangi reallik. O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh qariyb 6 million so'mni tashkil qilyapti. Lekin IT park rezidentlari va frilanserlar o'rtacha 15 million so'mdan 90 million so'mgacha daromad qilmoqda. Buning siri nimada? Javob oddiy, bozorga qog'oz emas, yechim kerak. Universitetda 4 yil o'qib, eski nazariyani o'rgangunicha, boshqalar 6 oyda sun'iy intellekt va shaxsiy brendni o'rganib, dollarda pul topyapti. Prezidentimizning so'nggi tashabbuslari ham aynan kasbiy ko'nikma va raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Diplom bu poydevor, lekin shaxsiy brend bu sizning osmono'par binongiz. Agar ismingiz Google'da chiqmasa, demak siz bozorda yo'qsiz. Xo'sh, siz qaysi yo'lni tanlaysiz? 4 yil kutishmi yoki hozirroq harakat qilish? Izohlarda brend so'zini yozing va men sizga 2025-yilning eng daromadli kasblari ro'yxatini yuboraman.